Hormaydi. Bugun ozgina anu festival to'g'risida gapiraman. Pivo festival. Mana yana o'sha islomchilar yana yag'lab, chiyillab, как будто ularni kimdir teyapti, tushunyapsizlarmi? O'sha islomchilarni kimdir teyapti. O'sha masalan, Shorsikda yurgan qizlarmi, Menyukada yurgan qizlarmi yoki Toshkentda o'sha hijobli qizlar, o'sha festival pivoga kelgan o'sha qizlar hijobli, ular islomchilarni teyapti kabi, tushunyapsizlarmi? Yana chiylavordi bu gandonli. Voydod deb chiylavordi pidaraslar. O'zi bu festivalni bularga tegishli narsasi ham yo'q. Tushunyapsizlarmi? Xohlamasang borma, sani ishing. O'yda qol. Yo'qol naxoy, vodiyingami yo'q, boshqa qishlog'ingami, yo'qol naxoy. Tushundingmi? Senga nima aloqasi bor festivalning? Sen qolsanmi? Sen pul ketqizdingmi? Yo'q, voydod deb to'polon qo'yardi. Endi nima deyapti? Mana hijobli qizlar ham o'tga borgan. Bu yibanashkalar, mana shu hijobni o'ragan o'zbekcha yibanashkalar tushunmayaptiki, hijobni o'raganmi endi islomchilar bularni xuddi o'zini mulki deb ko'radi, tushunyapsizlarmi? Собственностьda, bular islomchilarning собственности. Islomchilarning mulki bo'ldi endi bu hijobli qizlar. Tushunyapsizlarmi? O'ziga tegishli emas bu hijobli qizlar. Bular endi islomchilarga cho'qinish kerak, tushunyapsizlarmi? Islomchilarga sig'inish kerak, tushunyapsizlarmi? Ularni aytganini qilish kerak endi. Bo'ldi, hijob o'radimi, qulsandan. Bu yibannashka bilan. Yibannashka o'zbek qizlar. O'shaning uchun men aytaman, sandan tupoy qiz yo'q. Mana necha marta ko'rsataman, даже anaqani nima desam ekan, Dog'istonning qizlari yechyapti hijoblar. Dog'istonning qizlari yechyapti hijoblar, tushunyapsizlarmi? Sen qanaqa yibanashka bo'lsang, mana shu o'zbek qizni, shunaqa qolasanlar, sen yibanashka bo'lasan. Keyin bo'lsa yaqlab berasiz. Voy qilib yaqlab berasizlar. Kalta yeb, eringlardan, voy, meni xo'jayinim qo'timga urib qo'ydi deb, voy, meni xo'jayinim bunaqa qildi, meni xo'jayinim bunaqa qildi. Billar. Dog'istonning qizlari nima uchun hijobni yeyishyapti? Modami deb, nima deb? Yo'q. Ular hijobni yeyishyaptiki, bunda qarasa, borgan sari qul bo'lib ketadi. Borgan sari endi ularga aytishyaptiki, endi buni bajarasizlar, men buni bajarasizlar. To'ppa-to'g'ri qarab yurishga haqqinglar yo'q. Yerga qarab yurasizlar. Короче, qarasa, вообще borgan sari qul bo'lib ketyapti. Dog'iston qizlar. Da idite naxoy deb hijoblar yeyishyapti. Rossiya bu dunyoviy mamlakat, qani tegin chalab. Bitta tegin, anyoga borib, komissariyatga borib, zaявление yozaman do'stingda. Mana shunaqa qilib yeyishyapti hijobni. Yana bir marta qaytaraman, bu islomchilar hijobli qizlarga qaraydiki, go'yoki bu hijobli qiz o'sha islomchining mulki bo'ladi, tushunyapsizlarmi? Nima qilsa o'shani qiladi. U endi uni aytganni hamma hijobli qizlar endi o'sha islomchini aytganni qilish kerak. O'tkazib qo'ygani bor-da bularga, tushunyapsizmi? Endi menga bir nechta savol berdi, nima uchun siz vodiyni yomon ko'rasiz deb. Nimaga tanqid qilasiz vodiyni deb. Men javob beraman bunga. 80-yillarning oxirida o'sha vodiyda to'polon boshlangan. 80-yilning oxirida. Tushunyapsizmi? O'sha vodiyda to'polon boshlangan. Ana turklarmi, turk meksiketlarmi, tushunyapsizmi? Keyin mana 90-yillarda yana qanaqa qo'zg'olon to'polon hammasi mana shu islomiy bo'lib ketib keyin 90-yillarda. Keyin bo'lsa oxiri borib mana 2005-yilda Andijonda boshladi. Hech bu onasini ski vodiy tinchimaydi. Tinchimaydigani mayli-ku. Yana endi borib buyruq bermoqchi Toshkentga, boshqa joyga. Ko'tini qisib o'tirmaydi bu gandonni. Mana shu vodiysini men yana bir marta aytaman, Musayev gandon qattasan. Va Musayev eshitolsam yana yo'q qilib yuborardim bu vodiysini, bildingmi? Musayev meni eshitolsam yo'q qilib yuborardim mana shu Gandonskiy vodiysini. Mana shu gandonni o'zini mamlakatini podstava qilyapti. O'shaning uchun hech O'zbekiston demokratik mamlakat bo'lmaydi. Faqat mana shu sasigan vodiy bor. Demokratiya O'zbekistonda hech qachon bo'lmaydi. Mana Toshkent rivojlanyapti konkretni. Qolganlar hammasi chirib ketgan. Qolgan Toshkentda ani 100 kilometr aniyoga chiqqan, hech qanday demokratiya ham yo'q, toleransiya ham yo'q. Sassu o'sha shariat islomiy lattalarga o'ralgan o'sha sassu xotinlar yuribdi. Qul xotinlar. Voy, meni xo'jayinim bunaqa. Voy, meni xo'jayinim bunaqa. Keyin bo'lsa o'zlarini qizlari ham qul qo'rishadi. Tarbiyasini shunaqa qilishadiki, tarbiyasini. O'sha qiz qul bo'lib ketib, kopeykaga Rossiyaga sotilib ketadi. Rossiyada ana qulliga sotilib ketadi, kopeykaga. Keyin anaqa videolar qilishadi. Помогите. Мы тоже musulmonki. Спасите нас. Ana Chechen firmasiga sotilib ketganga uni, короче, Chechen firmasi emas, Chechenistonda Xitoy firmasiga sotilib ketgan o'zbekchalar. U yaqlab o'tirdi. Мы тоже musulmon. Помогите. Neyniski sandaki musulmonlarni, gore musulmonlarni pidaraskalar bilan. O'zingni ham pozor qilsan, bolalaringlarni ham qul qo'rdingsan, onneyniski xalq bilan pidaras bilan. Bu gandonni tushunyapsizlarmi? O'zini erkinligini hurmat qilmaydi, o'ziniga iyoda tursin-ku.
Mana Ironni odamlarini erkinligini hurmat qilmaydigan bu gandonlar. O'sha masalan islomiy rejim 40 ming o'zini fuqarolarini o'ldirib yubordi. Otib o'ldirib yubordi. Yana bir marta qaytaraman. 40 ming o'zini fuqarosini o'sha Xomeyniy onasini o'lib ketgan ana chol bor-ku, o'sha o'ldirib yubordi. Allohingga sikiysan gandonlarni, sen o'zingni erkinligini hurmat qilmaysan. Boshqalarning ham erkinligini hurmat qilmaysan, sen chimo'li. Lekin o'zingga demokratiya so'raysan. Voy, bizda demokratiya, voy, bo'lmaydi, turk islomni so'kyapti. So'kaman emas, islomiyni bildingmi o'sha sassiq Allohingga sikin, namozingga sikin, Muhammadingga sikin pidaraslar bilan hamma yo'ga burningni tiqasizlar. Go'yoki hammasi sizlarga majbur-da, sen gandonlarga o'tkazib qo'yganing bor. Qaranglar, 2019-yildan beri video qilib kelaman, bittasi ham yetmaydi. Brat, to'xtab turing. Biz hech kim majburlamayapmiz. O'zimiz olib boryapmiz, o'zimizni islom dinimizni o'zimiz olib boryapmiz, lekin sizga o'xshagan odamni tegmayapmiz deb. Yo'q, tichu. Allohning la'nati bo'lsin. Uni Allohingga sikisani, la'natingdan birga oningni ham la'nati bo'ladi, sen gandonlarni bildingmi? Shu Allohingni oningni amiga tiqoraman pidaraslarga, bildingmi? Sen gandonlar bilan. Qiyomatingga ham qotog'im, jahannamga ham qotog'im, jahannam degan gap topgan. Gandon, jannatingga ham qotog'im, shu arabskiy dozoxingga ham qotog'im bildingmi? Tvar bilan. Voy, ana turk hammasini so'kyapti, haqorat qilyapti. Sen gandonlar haqorat qilmaysanmi? Sen chimo'li. O'zingni nikini Vasya Petya Popov, Vasilyev, Andrey deb qo'yib olgansizlar, o'zingizning nikini hamma yo'qni kommentariyada so'kib yotibsan, sen pidaraslar bilan. Senlar haqorat qilyapsan. Hamma yo'qga burningni, hammasini ko'tiga burningni tiqib yotibsan. Seni burning o'sha odamning ko'tidan sassiq bilasanmi? Sen pidaraslarni bilan. Jennifer Lopez keldi. Voy. Endi anaqa pivani kuni, piva festival. Bunga voy. Hammasiga bular voy dinna qo'y bildingmi sen gandonlar. Seni yana bir marta gapiraman. Seni lineyka bilan chizib qo'ygan liniyani ustidan odamlar yurmaydi. Majbur emas, bildingmi? Sen gandonlar. Sen gandonskiy islomchilar butun mamlakatni podstava qilib Seni deb normalniy demokratiya bo'lmayapti. Sen gandonlarni otish kerak. Bolalaringlardan birga konslagerda yo'q qilish kerak. Sen jalablarni suka gandonni. Yana o'ziga bular demokratiya talab qiladi. Nima deyapsan? Aytadiki, bizga demokratiya kerak emas, bu Yevropa, ana Gandon Musayevga o'xshab. Lekin o'ziga kelganda, masalan, uni masalasida kelganingizda nima deydi? Yo'q, menga demokratiya kerak, menga so'z erkinligi ber. Mana konstitutsiyada yozilgan, odam o'zi dinni tanlaydi deb, menga mani haq-huquqimni ber deydi Gandon. Lekin birovning haq-huquqiga kelganda, bu Gandon burnini ko'tga tiqadi ularni, tushunyapsizmi? Birovning haq-huquqini bu Gandonlar har mahal buzib kelyapti bu chimol. Allohingga sikiysan gandonlar. Sen gandonlarga butun narxlarni hammasini ko'tarib yuborish kerak. Hamma protsent bormi? Butun o'sha protsentni stavka bormi? Butun o'sha naloglar bor, soliqlar bormi? Nonni anaqasi nech pul turadi? Go'sht nech pul turadi? Hammasi o'sha hamma narsalarning narxini ko'tarib yuborish kerak. Sen gandonlarni ochlikdan o'ldirish kerak, sen pidarasdan.